Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Charchabsizlarmi? Bugun sizlar bilan xohlasa vinegret kartoshkani soldik, sabzimizni solamiz. Smash salatni vinegretda shunda siyqiliqni ko'proq solaman. Shuni gerisi foydali. Ataylab bozordan kecha xo'jayinimga kvashnik kapusta olib keltirdim. Tuzlangan bodring solmayman. Karomi foydasi ko'p bo'lgani uchun ichaklarga ovqat hazm qilishga shuni qo'shamiz. Keyin ukrop qo'shamiz. Ozroq tuz qo'shamiz. Kvashnikning tuzi bo'ladi o'zi. Keyin yog' solamiz. Aralashtirib. Yo'q, karoshka bor yana. Karoshka qo'shamiz. Yozgi zo'r salat deb bu. Mayonezsiz, oz o'tganlarga menga o'xshab ayniqsa. Oshqozonga foydasi kuchli. Ko'pchilik biladi bu salatni. Shunda ham ko'rsatib o'tay dedim sizlarga. O'zim tayyorlash uslubimda. Hozir endi qorishtiramiz. Xohlasa salsa bo'lib, mazali bo'lib chiqadi. Kelinglar qizlar salatga. Obedga salat yeymiz, o'zimga salat yeymiz deydi. Birgalikda ozamiz. Tayyor bo'ldi.